e'tiboringlar birinchi bo'lib mani lukimga emas, menimcha shu vitrinadagi tayyor luklarga ko'zinglar tushdi. Bu yoqda ham ro'molli qizlarimiz, ham ro'molsiz qizlarimiz uchun luklar bor. Misol uchun qaranglar, qishki trenddagi ro'molsiz qizlarimiz uchun shortiklarimiz, xuddi shuni mana yubkali variantlaridan sotuvda bor. Uni tepasiga xohlagancha palto, shunaqa chiroyli kalta paltolar ham moslashtirib beramiz. Hozir uje quyosh ko'chada ko'ryapsizlar havolarimizni, pagodaga qarab men sizlarga chiroyli obrazlar ko'rsataman. Yengilgina shunaqa paltolar kiyib olsanglar hozirgi havoga juda ham mos, qalingina bo'lib kiyib olmaysizlar, isib terlab. Bu yoq tarafini ham ko'rsataman sizlarga, vitrinamizni. Qaranglar, chiroyli jenferlarimizni, shapchika, sumkachka, krossovkalarimizni, shunaqa pancholarimiz, yubka shimlarimizni moslab qo'yganmiz. Qaysi filialimizda bo'ylaysizlar bu chiroyli luklar? Albatta, Dilmuz Maxim Gorkidagi filialida konsultant qizlarimizni o'zligi sizlarga shunaqa chiroyli rangiga moslab obrazli qilib berishadi. Bu filialimizda hech narsadan xudo xolasa qiynalmaysizlar. Hammanglarni Maxim Gorki filialimizda kutib qolaman.